Assalomu alaykum, hurmatli Mangitov Bitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatayotgan barchaga assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'ka mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan eski nomi Toyliq mahallasi, mana ko'rsataman. Toyliq mahallasida joylashgan 13-uy, ya'ni sotiladigan uy joyni obzorini ko'rsataman. Toshkent viloyatidan uy izlagan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, shunday jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana yo'l, tekis asfalt yo'l. Bu yo'l Buyuk Ipak yo'liga boradigan yo'l, ya'ni 7 kilometr chiqadi. Vodiy bu tarafi Samarqand, Jizzax, o'sha men obzor qilganman o'sha yo'lda. Bu yo'l Begobod Toshkent yo'liga chiqadigan yo'l 10 kilometr uzoqlikda joylashgan. Men turgan joydan Bo'kagacha bo'lgan masofa 25 kilometr, Toshkentgacha bo'lgan masofa 75 kilometr. Bugun sotiladigan uy joyimiz mana ko'rinishi, ta'mirtalab. Mana kadastr dokument hujjati tayyor. Hovli 15 sotixli uy joy. Bu yerda ko'pdan beri egasi yashamaydi. Ariq suvi bor, ichimlik suvi bor. Oshxona. Bu yoq omborxona, kladovka. Hozir birinchi agarodini ko'rsataman, keyin uyda ichini obzor qilishga o'taman. Mevali daraxtlar bor. Buni chegarasi mana bu daraxtlar chegara. U tarafda esa mana bu stolba chegara. Bu yoqda yo'l bor. Hop, bu tarafi ham daraxtlar ekilgan. Qisqa obzor qilaman. Video cho'zilib ketmasligi uchun, ko'pchilik juda ham videosi cho'zilib ketyapti deganlar uchun qisqa video olaman. Qolgan barcha ma'lumotni uy egasidan so'rab olasiz. Telegram kanalimizga lokatsiyasi, rasmini, qisqa ma'lumot yozib qo'yaman. Qolgan uy egasidan so'rab olasizlar. Raqamni opisaniyada qoldiraman. Endi uy ichini obzorini boshlaymiz. Bizda gaz bir oyda bir marta gaz balloni bilan ta'minlanadi. Uy ichini obzorini boshlayman. Bu taraf kiraverish, bu yoq ham отдельный xona. Bu tarafdan eshik qilingan ekan, u yog'i ham ochiq ekan. Olgan odam endi noldan boshlab uyda qursa ham bo'ladi, buzib. Bu boshqacha g'ishtdan qurilgan bu uy deydi. Endi batafsil uy egasidan so'rab olasizlar. 3 xonali uy ekan. Mana bu kiraverish deydimi? Bu mana shu bilan qo'shilib 4 xonada.